Shu kunlarda Farg'onada tong sokin va sehrli boshlanmoqda. Daraxtlar, o'simliklar oppoq libosga burkangan. Go'yoki tabiatning o'zi qo'liga cho'tka olib, har bir shox, har bir yaproqni nozik tafsilot bilan chizib chiqqandek. Siz ko'rib turgan manzaralar Furqat tumanidagi Karmak qishlog'ida tasvirga tushirilgan. Bu qor ham emas, qirov ham emas. Bu bulduruq. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bulduruq ko'pincha shamolsiz, sokin va sovuq kechalardan keyin paydo bo'ladi. Havodagi namlik keskin kechasi havoning sovib ketishi, ya'ni nolga tushib ketishi natijasida suv bug'larining kristallanishi jarayonida hosil bo'ladigan tabiiy jarayon hisoblanadi. Ertalab tushishining asosiy sababi havo ochiq, ayozli va 0 gradusdan pastlagan bo'lishi kerak. Endi meteorologiyadan hammamizga ma'lumki, havoning eng sovuq harorati misol uchun ertalabki soat 6 dan 8 gacha bo'lgan paytlarda bo'ladi, qish kuz oylarida. Masalan, sovuq ana shu paytda eng cho'qqiga chiqqan paytida, demak mana shu kristallanish hodisasi, bulduruq hodisasi sodir bo'ladi. Ayrimlar bulduruq butalar va ekinlar uchun zararli degan fikrni bildirishadi. Aslida bu qarashlar qanchalik to'g'ri? Xalqda masalan bir bulduruq deydi 3 qordan yomon degan gap yuradi. Buning asosiy sababi bulduruq bir kun tushsa, 2 kun tursa bu tabiat uchun juda ham foydali, hammamizga ma'lum. Demak, daraxtlar tuproqdagi qurt qumursqalarini o'ldiradi, zararli qurt qumursqalarini. Agar u 3-4 kundan ortiq turadigan bo'lsa, yosh daraxt novdalarini zararlaydi va sovuq urish hodisasi bo'ladi. Demak, bulduruq tabiatning sokin va shamolsiz kecha yakunida yaratgan noyob san'at asaridir. Tong otgach quyosh nurlari kuchaya borishi bilan muz kristallari sekin-asta erib, bu go'zal xilqat yo'qolib boradi. Bunday manzaralar tabiat bilan inson o'rtasidagi nozik bog'liqlikni yana bir bor his ettiradi. Biz har kuni oddiy deb o'ylaydigan atrof muhit aslida bebaho manbadir.